immunitet tizimi nima uchun zaif ko'pchilikda? Hozir ko'p eshityapmizki, qandli diabet ko'paygan. Bilamiz, ko'p holatlarda mana bizda tushuncha bor, shunaqa, misol uchun qandli diabetni asosiy faktori sifatida vrachlarimiz so'raydi bizdan, genetikangizda bormi deb. To'g'ri, agar genetikada bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lum bir foizda sizda ham takrorlanishi mumkin. Lekin eng asosiy faktorlardan biri stress immunitetni zaiflashtiradi. Chunki stress gormoni barcha to'planib turgan zaxirani bo'shashtiradi-da. Aytadiki, ya'ni muammo, xavf bor va shu muammoni hal qilish kerak, bartaraf qilish kerak. Va natijada barcha energiya zaxiralari bo'shashni boshlagandan keyin immunitet tizimi zaiflashadi va natijada shunaqa muammolar, aytaylik, qandli diabet va shunga o'xshagan muammolar insonning vujudiga kelishi mumkin. Shuning uchun ham eng yomon, xavfli dushman inson uchun bu emotsional stress hisoblanadi.